O'rtoqlar, mana bu qizlar ehson yig'ib yurishibdi. Qo'llarida korobka. Mashalloh, mashalloh. Qarang. Onaxonimizni o'zlariga yordam kerak. Qo'ltiq tayoqlarda chiqishyapti, yana ehson qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin ehsonlardan. Onaxonimizga ham shifo bersin. Xolajon, hozir uzoqdan turib ko'rdim-da. O'zingiz xassayatasiz, a? Kagana kelinim, katta kelinimiz. Shu darajada o'z ehson qilayotganingizni ko'rib qoldim-da. Bitta duo qiling, sizning duoyingiz ijobat bo'ladi mana shu Ranoxon onamizga. Doim shifo bersin, ko'pga bersin, ko'p qatorda shifo bersin. Doim bolalariga bosh bo'lib, to'ylariga bosh bo'lib yurib kelsin. Rahmat. Donor qizini o'zlari iloji boricha yordam beringlar, qo'lingdan kelganicha. Xalq birlashsa hech gap emas-ku. Hozir bir holatdan ta'sirlandim-da. O'zi yordamga muhtoj bir onaxonimiz chiqyapti, yana sizlarning ehson qutilaringga pul solyapti. Qancha hozir mablag' yetishmayapti sizni onangizni Hindistonga jo'natish uchun? Hozir o'zi $28,000 yig'ish kerak edi. Bizda hozir $11,000 bo'ldi pulimiz. Endi qolganini ham tezlashtirib, iloj bo'lsa vaqtliroq yo'lga chiqishimiz kerak. Iloh Xalq qo'llasa hech gap emas-da, bittasi yig'ib mablag'larni jo'natish kerak, Hindistonga kechikmasdan. Sizda kimingiz bo'ladi kasal? Bo'ladi, yaqin Demak kasal onamizni qizlari sizni dugonangiz bo'ladi. Dugonangizga yordamga chiqqansiz. shu onam ham shu bemorlarni ko'yiga tushib bo'lmasin, ishga ertaga atkazib berib yuborishmasin deb harakatdamiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin.